Bolajonlar, hozir biz sizlar bilan quvnoq uchburchaklar o'yinini o'ynaymiz. Demak, oldingizda berilgan uchburchaklarda so'zlar yozilgan. Siz shu so'zlarni o'z joyiga qo'yib, savollarga javob berasiz. Demak, nomni bildirgan so'zlarni toping. Belgini bildirgan so'zlarni toping. Sanoqni bildirgan so'zlarni toping. Harakatni bildirgan so'zlarni toping. Barakalla. Berilgan shakllardan kvadrat hosil qiling. Barakalla. Gaplar tuzing. Kim tayyor? Boshladik. Qayiqda suzdi. Barakalla. Sardor. 6 ta katta quyon yugurdi. Barakalla. Mubina. Kitobdagi hikoyada ikkita ayol qarg'a sayradi. Barakalla. Zebo. 7-chi baquvvat baliq sakradi. Barakalla. Berilgan kvadratlaringizdan katta uchburchak hosil qiling. Kim birinchi bo'lsa, shu o'quvchi g'olib bo'ladi. Barakalla. Mubina birinchi o'rin. Shamshod ikkinchi o'rin. Sardor uchinchi o'rin. Zebo. Barakalla. Hamma menga qaraydi. Demak, barcha o'quvchimizga 5 baho, chunki hammasini a'lo darajada bajardi. Qoyilman.